Salam dostlar, benim turvatkan orunni nädiki orundu dep bek qiziqayotgan bo'lishing mumkin. Bu o'rinimiz bo'lib qolib qolsa, mushu Yakan nayimizning shahrimizning eng avat dasturiga joylashgan Oltin Guangchang, ya'ni 12 melodiya muzikalik taomlar sarayir keldik. Bu yana mushu hammamizga tunishdik. Biz kichigidan tortib naqshlarni yoqtirib anglayotgan G'olibjon G'upur ustoz mushu necha vaqtdan beri mishani o'zgartirish qilib mushu Yakan naylik san'at umakda mishad xizmat qilib Yakan nays har millat kan xalq ommasi jumladan butun mamlakatimizdagi har millat kan xalq ommasiningki eng tan qo'llashiga erishgan davlat birinchi darajalik naqshchi, xalqaro madaniyat elchisi, shundaqla mushu hammamiz bek naqshlarni kichikdan tortib cho'nggacha yoqtirib anglayotgan bir ustoz san'atkor bu. Endi G'olibjon akamning bu jiq taraflarini men qilib bo'lmay bu unvonni so'zlasak bir asab vaqt yetmayotgan. Naq gap kelsak, mush o'rnimiz 5-oyning 10-kuni rasmiy tijorat boshladi. Tijorat boshlash munosabati bilan G'olibjon G'upur ustoz boshchiligidagi diyorimizdan chiqqan ustoz san'atkorlar, shundaqla to'r cho'lponlari mushaga kelgan har millat kan xalq ommasi iste'molchilar uchun bir kunda naq maydon shu naqsh muzikalar bilan sizlar uchun xizmatda bo'lmoqchi. Bu yerga kelib shu ozodi go'zal muhitlardan bir huzurlangach, isil milliycha yerlik taomlarga bir ig'iz tekkach, mishada naq maydon muzikaldan va sozlardan mana bir o'zimizga huzur ato qilib ketsak bo'ladi. Naqsh shoyi deb ta'riflanib kelayotgan G'olibjon ustoz shu burun bu müşahede Yakan xalq uchun xizmat qilibman. Yana men mushu aram vaqtlarimni mushu Yakan xalq bilan birga o'tkazay deb mushunda go'zal yani ichibapti. Endi misha kelmaganlar qattiq pishman qilsizlar. Faoliyatimiz 5-oyning 10-kuni mush Beijing vaqti soat 10 dan 12 soat davomlashgan bo'lib, misha kelgan har bir xaridorlarimizga nodir kuy o'xshagan taomlar mana mushahada sizlarni kutmoqda. Undan boshqa mush o'ringa bundan keyin ya shu faoliyat kuni bo'lsin kelib mishanik ozod muhitlardan o'xshagan tamoqlardan bir huzurlanib ketiladi qolib qolsa, o'rin zakaz qilish telefon nomeri bo'lib qolsa 0998 851 55 55. Mushundaroq bir o'zgarchiligi va munda qal'adak yerda huzurlanib tamoq yeyish orzu qilib qolib qolsa, mishaga bir kelinglar. 10-chilar cho'qim kelinglar, mishalarni saqlab turamiz.